Haqiqiy xotirlar haqiqiy dunyoni namoyon qiladi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yaxshimisizlar? Haqiqiy xotirlar programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Qayyum Muhammad. Angliyalik ekspeditsiyachi Stein 1862-yili Vengriyaning Budapeshtdagi Yahudi oilasida tug'ilgan. U o'quvchilik davrida o'zgacha talantini namoyon qilib, nemis, ingliz, grek va latin tillarini pishiq o'rgangan. Keyin sanskrit va fors tillarini o'rgangan. 21 yoshida oliy maktabda doktorlik unvoniga erishgan. 25 yoshida o'zi yolg'iz Hindiston ham Kashmir rayoniga berib, ekspeditsiya, o'lchash va arxeologik tekshirish ishlarini qilgan. Stein hayotidagi eng yaxshi minutlarni Osiyoning markazida arxeologik tekshirish, tadqiq qilishga sarf qilgan. U Angliya va Hindiston hukumatlarining qo'llashi bilan O'rta Osiyoda 3 qatim ekspeditsiyada bo'lgan. 100 yil ilgirki ekspeditsiya xotirasi nomli chatma filmning qumliqqa ko'milgan boyliq degan qismida Steinning ajoyib kechirmishlari so'zlanadi. 1900-yili 37 yoshlik vengriyalik Mark O'Neil Stein tunji qatim Shinjongga kelgan. Bu Stein ko'ngil qo'yib planlagan, kutganiga 10 yil bo'lgan ekspeditsiya safari edi. Angliyaga qarashli Hindiston hukumati yollagan Stein grek yoziqi, latin yoziqi va sanskrit yoziqini pishiq biladi. U 21 yoshida falsafa fanlari bo'yicha doktorlik unvoni olgandan keyin Cambridge universiteti va Oxford universitetida doktor ashta tadqiqot xizmati bilan shug'ullanib, asosliqi sharq tilshunosligi va arxeologiya ustida izlangan. Sirliq sharqdagi qadimiy madaniyat borliqqa kelgan joyda xizmat qilish Steinning uzundan buyon orzusi edi. U Shinjongga kelgandan keyin tunji bo'lib Qashqarga bordi. Shu chaqda Qashqarda Chorosiya konsulxonasi, Angliya konsulxonasi yo'q edi. Osiyoning markaziga joylashgan Shinjong Jongoning g'arbiy qismidagi muhim eg'iz edi. Chorosiya azaldan bu rayonni strategiyalik muhim joy deb qaraydi. Hindistonni o'zining mustamlikasi qilib olgan Angliya, Hindiston va Afg'oniston bilan chegaralanadigan bu joyga nisbatan g'oyibona xiyolda bo'lgan. Shuning bilan shu chog'dagi ikki cho'ng imperiya bu joyda apparat ta'sis qilib, xodimlarni uzun mezgil turishga avatdi. George Markatni shu chog'da Angliya imperiyasining Shinjongdagi manfaatining to'liq huquqli vakili bo'lib, xanzuchi ismi Majiye edi. George Markatning opasi Jongoliq, dadisi Angliya diplomati edi. Xanzu ham inglizchaga pishiq George Markat Shinjongda turgan 28 yilda Angliya imperiyasining manfaati uchun tirishib ishlab, odatdagi bir konsul xodimi tarjimondan tadrijiy Angliyaning Qashqardagi bosh konsuli bo'lgan. George Markatning qulaylik yaratib berishi bilan Steinning Shinjongdagi har qitimliq arxeologiyalik qazishlari o'ngishli bo'lgan. Bo'libmi, bu qitimqi safari shundoq bo'lgan. Safarga chiqishdagi maqsadim Jongo Shinjongning Xotan rayoni va uning atrofidagi qadimgi xarobiylarni arxeologiyalik tekshirib, Xotanning tarixini yechib bera oladigan materiallarni tepish, haqiqiy qadimgi yodikorliklarni to'plash. Steinning haqiqiy qadimiy yodikorliklarni topaman deyishidagi sabab shu chaqda Hindistonning Kalkuttada Britaniya O'rta Osiyo qadimiy yodikorliklar to'plash jamiyati bor bo'lib, shu yillarda Shinjongning Xotanda go'har izdiguvchilar qazgan nurg'un qadimiy qo'l yozma parchalarini setib olgan. Lekin ularning ichidagi kishilar ancha bilib ketmaydigan nurg'un g'alati yiziqlar Steinni gangirtib qo'ygan. Ya'ni kelib bu narsalarning qayerdan qezilganligiga oid ishonchli material yo'q edi. Bu Steinda naq maydonga berib amaliy tekshirish istikini paydo qilgan. Qashqar shu chaqda Shinjongning chet elga eng yaqin zimini edi. Nurg'un madaniyat yodikorliklari g'arb oqso'ngaklari vakillarining biri bo'lgan Angliya konsuli George Makartning qo'li orqali Yevropaga kiratdi. George Makartning aytishicha, bu madaniyat yodikorliklarining tangdan to'lisini xotanlik Islomaxon deb atiladigan biraylan ta'minlagan ekan. Islomaxon bu narsalarni sotadigan chaqda bu qadimiy kitob hamda madaniyat yodikorliklarini qadimiy shahardan qanday topganligini jonliq tasvirlab bergan. Stein haqiqiy ahvolni pishiq bilish uchun Xotanga berib, shuncha ko'p qadimiy kitoblarni topgan Islom oxunni ko'rib beqish niyatiga kelgan. Qumliqdagi tekshirish intayin tas. Qumliqda yemaklik, suv bo'lmaydi. Shunga to'liq tayyorlik qilish kerak. Qashqarlik temirchi ustalar Kaspiy dengiz temir yo'li orqali Shinjongga to'shib kelingan kirsim qachilangan qalay tunglarni necha haftada qumliqda ishiladigan 4 cho'ng suv tungiga o'zgartgan. George Makartning yo'l ko'rsatishi va yordamida Stein 8 to'yga 12 ot setib olgan hamda tajribali karvonbeshi yo'l boshlig'uvchini topgan.
Stein yo'lga chiqishdan burun muhim bir ishni qilishi, ya'ni Qashqarning shu chog'dagi ombilini yo'qlashi kerak edi. Buyuk Chin xonadonligi shu chog'da davolg'ib turgan bo'lsa-mu, lekin chet el fuqarosi egalik huquqliq davlatning ziminida arxeologiyalik tekshirish elib berish uchun Chin hukumatining ruxsatini elishi kerak edi. Stein amaldorlar bilan bodi keldi qilishga mahir. U doim sovg'a berish orqali amaldorlar bilan sharqshunoslikqa oid bilimlar to'g'risida paranglashadi. Steinning bardi keldi qilishga mahir yana bir tarafi bor. U doim Xanzo amaldorlar bilan Tang Xuanzang to'g'risida paranglashadi. Jongoning barliq bilimlik amaldorlari Jongolik dangliq rohibning g'arbga nom og'ili bog'anligi to'g'risidagi ta'sirli hikoyani o'qigan yoki anglagan. Men ular bilan paranglashish jarayonida Tang rohibini tilga olsam, ular darhol inkos qaytardi. Stein kichikdilla Iskandar Zulqarnaynga bakli cho'qinatdi. Cho'ng bo'lgandan keyin sirliq sharqning tarixiy va madaniyatiga qiziqib qolgan. Sharqshunoslikni tadqiq qilish jarayonida Tang rohibi Xuanzang u hurmatlaydigan yana bir qahramonga aylangan edi. 27 yoshga kirganda yurtidan ayrilib, piyoda nom og'ili mangan bu Tang rohibi 12 ming kilometr yo'l yurib, 108 davlatdan o'tib, butun hayotini buddizm aqidalarini izlashga sarf qilgan. Xuanzang o'zini bir buddist. Budda nomi tarjimoni bo'lib qolmay, ekspeditsiyachi, diplomat, jug'rofiyashunos ekanligini bilmasligi mumkin. U qoldirgan g'arbga sayohat kishilarning tasavvuridagi yiroq g'arbiy yurtni qo'l yetkili bo'ladigan reallikqa aylantirgan. Ulug' Tang davridagi g'arbiy yurt xotirasining inglizcha nusxasini qo'lga olgan Stein 1900-yili ekspeditsiya safarini boshlagan. Bu kitobni Steinning O'rta Osiyo safaridagi ekspeditsiya qo'llanmasi deyishga bo'ladi. Ham uning bu sirliq yurtdan ekspeditsiya faoliyatini qanot yaydirishidagi muhim yo'l ko'rsatkich bo'lib qoldi. U yana Steinning dunyoni zilzilaga soladigan arxeologik bayqashlarga turtki bo'ldi. 1900-yili dekabrda ekspeditsiya atrimiz tunji qaytim Xotan bo'stonligiga yetib bordi. Hamda shimol yo'nalish bo'yicha qumliqqa kirdik. Bu qitimliq tekshirish faoliyati hamda arxeologiyalik qazishda kishini hayron qoldiradigan bayqashlarga erishdik. Nazar doiram texmo kengaydi. Xuanzang Xotanga borgandan keyin oyoq izi yetgan joylar hamda xotirlagan Budda dini iznolarini bir-birlab tekshirib isbotladim. Xuanzangning iznolarini izlab qanoat hosil qildim. Qumliqni tekshirishda jazman yerliklardan yordam so'rashga to'g'ri keladi. Bo'libmi, yerlik Uyg'urlarni yo'l boshlig'uvchi qilish kerak edi. Bu kishilar har qanday asbobning yordamisiz qadimki xarobiyliklarni izlab topa olmaydi. Ota buvisidan tortib qumliqda boyliq izlagan buvay Turdi Stein topgan tunji yo'l boshlig'uvchi bo'ldi. Turdi buvay bu yerni pishchiq biladi. Shunga biz chaqchaq qilib bu yerni uning kanti deb atadik. U o'smirlik vaqtidan boshlabla bu yerga doim keladi. Uning asli tutish qobiliyati kishini hayron qoldiradi. Ilgari hamrohlar bilan boyliq qezib boqqan yer ekanligini darhol farq etalaydi. Turdi buvay Steinni Pilchi uyi deb ataladigan dandan uyli xarobiyligiga boshlab boradi. Bu xarobiylikdagi imoratlar ancha cho'ng emas. Uzun yillarning o'tishi bilan ko'nrab ketgan. Sirti ko'rinib qolgan imoratdan boshqalarning xarobiylikdan boyliq qozg'anligini aniq belgilab bo'ladi. Az bir qismini hisobga olmaganda tomlardagi nurg'un tom rasmlar mukammal saqlangan bo'lib, aniqki bu yer Budda ibodatxonasi xarobiyligi edi. Tom rasmlarining sizilish va haykalning yasalish mahoratidan shuni aniq ko'rib olishga bo'ladiki, bu milodining dastlabidagi bir necha asrda Hindistonning eng g'arbiy shimol rayonida keng tarqalgan Gretsiyacha Budda diniy go'zal san'at uslubi bo'lib, bu ham Gandhara uslubi deb atalgan. Qezib chiqarilgan qadimki pul va Xanzo yezig'idagi xat putuklardan bu xarobiylikning vaqtining milodiy 8-asrga to'g'ri kelganligini belgili bo'ladi. Gandhara san'ati dunyoga kelib, yo'qolib, necha 100 yildan keyin Yiroq Osiyoning markazidagi qumliqda paydo bo'ldi. Uning hozirgacha saqlanishi meni haqiqatan cho'nqur o'yga cho'mdirdi. Gretsiyacha haykal va o'ymalardan boshqa yana Eron madaniyati uslubidagi bodhisattva rasmi Steinni qattiq hayajonga soldi. Rasmdagi kishi quyuq qosh kirpik ham soqol burutliq, sochlari budra, uzun qalpoq kiygan, bellari inchika,
putiga egiz qo'nchilik o'tik kiygan. Bular shuni isbotlaydiki, mana bu uzunga so'zilgan Budda dini tarqitish yo'lida Budda dini madaniyatiga G'arbning turli madaniyati un-tinsiz ta'sir qilib kelgan hamda billa mavjud bo'lib turgan. Biz dandan o'yli xarobeyligida uda 14 kun xizmat qilib, 12 xarobeylikni ratladik. Ashu kunlarda men to'liq xushal bo'ldim. Men erishgan Budda dini bilan munosabatlik madaniyat buyumlaridan ashu davrda Budda dinining tarim o'ymonligidagi har qaysi bo'stonliqlardagi aholilarning ma'naviy turmushida gavdalik o'ringa ega ekanligini bildim. Qaramoqqa o'ngib ketgan taxtayning keyin muhim ahamiyati borligi isbotlandi. Buning ichidagi bir taxtay Xuanzang xotirlagan xo'tanliklarning choshqonni cho'ng biladiganligini, choshqon shoyiga tevindiganligini isbotladi. Rivoyat qilinishicha, qadimda Holla Xotanga dahshatli hujum qo'zg'agan. Harbiy kuch jihatda zo'r farqba ahvolda baxtga yarasha choshqonlar ularning ot uloqlarining jabduqlarini g'ajab o'zib etgan. Buning bilan Holla urushda mag'lub bo'lib, davlat omon qolgan ekan. Men yana to'lima hayronlik ilkida taxtayga sizilgan o'tri tuzlanglik malikasining rasmini bayqadim. Xuanzangning xotirasiga asoslanganda bu pili tuxumini tunji bo'lib Xotanga akirgan odam ekan. Etishlarga qaraganda ayni chaqda Jongo pili tuxumini eksport qilishni cheklagan. O'ttira tuzlanglik malikasi Xotanga yotliq bo'lganda, u pili tuxumini bo'kining ichiga yushirib elib kelgan ekan. Shuningdan e'tiboran Xotanda pili boqmichilik boshlangan. Malikaning yerli xalqqa baxt saodat ato qilib, ularning turmushidagi g'amini tugatganligi uchun Xotan xalqi uni iloh deb ta'riflagan. Hamda shu yaqin atrofda alayda butxona selib uni xotirlagan. Shunda qilib Xuanzang xotirlagan hikoya bilan Stayin ishga o'yma rasmdan haqiqiy isbotga erishgan. Ulug' Tang davridagi g'arbiy yurt xotirasi yana bir qitim Stayinning arxeologiyalik izlanishidagi qamusi bo'lib qolgan. Gerçi Xuanzang xotirlagan nurg'un ishlar to'g'risidagi isbotlarni Stayin birma-bir izlab topgan bo'lsa-mu, lekin Xuanzang bayon qilgan tayxli makonda qum ko'chib shaharni yutib etganlik to'g'risidagi rivoyatga Stayin arxeologiyalik tekshirish orqali o'z oldiga hukm chiqargan. Xarobeylikdagi izlardan qaraganda, ayni chog'dagi bu bo'stonlikning tashlanib qolishi tadrijiy bo'lgan. Hargizmi tayxli makonda qum ko'chib bu qadimiy shaharni yutib etgan emas. Bu nuqta ta hozirgacha barliq Yevropa sayyohlar umumyuzlik ishinib kelgan rivoyatdan baxtli yiroqlab ketgan. Qadimiy shaharning qum ostida qolganligi to'g'risidagi rivoyat necha ming yil tarqalib kelgan bo'lsa-mu, lekin Stayin amaliy tekshirish va arxeologiyalik materiallarni birlashtirib tahlil qilish orqali qumliqdagi bo'stonliklarni unumli sug'org'ili bo'lmaydiganligi, dal bu yerning tashlanib qolishidagi haqiqiy sabab ekanligini bilgan. Tayxli makonda barliq bo'stonliq daryo iqinlarga tayinadi. Har qanday bir joyda o'stan qazmaganda hargizmi terilg'oy yerlarni sug'org'ili bo'lmaydi. Muz erasining oxirgi mezgillarida qeyb qolgan bu muz daryosi necha ming yillardan buyon tadrijiy yo'qab, bu yerdagi barliq muzliqni asosliq suv manbasi qilgan daryo iqinlarning miqdorini azaytib, qumliqdagi kichik bo'stonliqlarni unumli sug'org'ili bo'lmagan. Bu yakun 100 yilning oldida xili qimmati bor qarash hisoblangan. Tarixiy arxeologiyalik xizmatlarni ishlash bilan bir vaqtda uning jo'g'rofiya bilan bo'lgan zish munosabatiga ahamiyat berish kerak. Bu Stayinning ching turadigan xizmat usuli edi. Tarim o'ymonligida insonlar qumliqlar bilan tog' tizimlari orasidagi kichikkina bo'stonliqda turmush kechiradi. 100 yilning oldida olimlar klimatning ilib ketadiganligi, suv manbasining tadrijiy qurib ketadiganligini faraz qilib yakun chiqargan. Stayin Xinjiangdagi ekspeditsiya arxeologiya faoliyatini Angliyaga qarashliq Hindiston hukumatining yordami bilan davomlashtirgan. Qadimiy xarobeyliklarni tekshirish, qazishdan boshqa shu chaqda hukumatga yo'llangan nurg'un g'arb ekspeditsiyachilarga o'xshash Stayin Xinjiangda klimat o'zgarishini o'lchagan va avrishga olgan. Tog' daryolarni o'lchab sizgan. Shu chaqda tabiat ilmiy jihatda bilimi nihoyat oz ching sulolasi amaldorlari bu ishning kaynidagi harbiy maqsadni qilchimi sezmagan. Qumliqqa aloqador qadimiy rivoyatlarni anglagan kishilar Taklimakan qumliqiga 300 qadimiy shahar, sonsizlagan qimmatli boylik ko'milganligiga ishonadi. Shunga bu yer go'har izlaguvchilarning xohlagancha qazilgan joyi bo'lib qolgan. 20-asrning boshlarida chet ellik ekspeditsiyachilar kayni-kaynidan kelib Xinjiangni ekspeditsiya qilib boylik izlaydigan joy qilib oldi.
Shu joydagi ba'zi kishilar besh uchun turli amallar bilan qumliqdan pulga yaraydigan boyliqlarni izlagan. Bu qumliqdagi qadimiy madaniyat xarobasini ig'ir buzg'unchilikqa uchratgan. Har qitim qumliqqa qadimiy shaharni izdigili chet elliklar kepti degan so'zni anglasa, shu joydagi yurtdoshlar to'plashib keladi. Shu chaqda har qanday davolash sharoitini tilga og'ilib bo'lmaydigan qumliqda chet ellik ekspeditsiya yetközsiz yoshlar to'plashib keladi. Shu chaqda har qanday davolash sharoitini tilga og'ilib bo'lmaydigan qumliqda chet ellik ekspeditsiya
Ni xaroblig'ining bayqilishi, o'tir tuzangning xondanligi bilan g'arbiy yurt qadimiy davlatining munosabatini tadqiq qilish, sharq g'arb madaniyat almashtirish va Ipak yo'li tadqiqotini qimmatli materiallar bilan ta'min etdi. Steyn bu yerdan 12 sandiqdan ko'proq pechatlanib saqlangan qimmatli buyumni kezib chiqdi. U bu buyumlarni Angliyaga elib borganda g'arb olimlari ko'rib hayron qoldi. Haqiqiy xotirlar haqiqiy dunyoni namoyon qiladi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, kelarki san programmamizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Qutyar yurishlik sodasi dаңлıq ozuqshunos tadqiqotchi Muxtar Yasinning 10 yillik tadqiqot natijasi bo'lib, diyorimizdagi zamonaviy ishlab chiqarish liniyasida ishchan Uyg'ur qiz-yigitlarimiz o'z qo'lida ishlagan. Shuningdek, Shinjongning yemak-ichmak odatiga masalda ko'p yillik izlanish asosida tadqiq chiqilgan Qutyar o'ztam sodasi, Oplisin tam sodasi, meva tam sodasi sifatining yuqoriligi va ishonchlikligi bilan keng iste'molchilarning yoqtirib iste'mol qilishiga va yuqori bahosiga erishmoqda. Qutyar yurishlik sodasi. Ben sizni Olmaz iç kesellikleri ambulatorisiga başlap baray. Qashqar Olmaz eg'iz bo'shlig'i ambulatoriyasi ich sog'lomligi uchun nopozliq o'rin bo'lib, tajribali doktorlarning ixlosi siz intilgan Olmaz qishlog'iga ulashtirgusi. Qashqar Olmaz eg'iz bo'shlig'i ambulatoriyasi. Adilka, maçaşlar sizningmi ya? Mo'minjonning Adilka, mening chechim beshim tumamdi. chiching beshing bo'lgan bilan xumaring bu yerda emasmi? Xumor, yaxshi narsani bilyapsiz-da Adilka. Al-xumar 3 xil unum chasopini chichingni quvvatlab, paqroq tol-tol qilib o'tirgan, tez o'stirgan. Buni ustiga sen maqtavasan, ishonmasak bo'ladi afkam. Al-xumor o'z diyorimizda rostchillik bilan ishlanganligi uchun maqtovchiligi bada. To'g'ri deysan, ishlatmasang bilmaydi kelsa, ishlatib qo'yding, ayrilamaydi kelsa. Bu yildan boshlab zaytun may qo'shilib iqtidori texnik oshirildi. To'g'ri.